Assalamualaikum. Masyarakat Mansa, göçmen doğruluk yapılışımız bugün. Atam çalgın tutar, her bir yanlışım kapalı. Davramadım bu sefer, yalnızım bazen tümler, kaldırdım ama kaldırar. Ağrını suyar, kanallar hep atar, hayatımda Göçmen doğruluk değişmez mi? Assalamualaikum. Güley Mahsud kanalına hoş geldinler. Bugünkü temam Kanada'nınki göçmen kabul kılış siyasetleri to'g'risida. Hozirgi davrda bizniki Uyg'ur millatimizniki beshiga kelayotgan bu kulfatlardan hamda har qaysi davlatlarninki Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabat o'tirishidagi u ishlar bilan bo'libmi o'tirishlar bilamdi Turkiya bilamdi degandek shu bir qism davlatlardagi kishilarimiz bexatar joyga yetkilish eng muhim bo'layotgan bu paytda Kanadaniki ko'chmanlik siyosatlari to'g'risida bir ko'r so'zlashni muhim deb bildim. Shuningdek ko'pchilikni Kanadaga ko'chma yo'li bilan, uningdagi hukumat yo'li bilan, panohlik yo'li bilan degandeklar emas, ko'chman. Men sizlarga ilgari bir so'zlagan vaqtimda ko'chman bilan panohlanuvchiniki farqi deb bir videoni so'zlagan, o'shaning tashkisiniki farqi to'g'risida biroz so'zlagan. Shu videoni hozirgi so'zlayotgan videoniki ostiga urinishlarniki qatosiga yozib qo'yay. Kanada ko'chman qabul qiladigan davlat. Mal bir ayning oldidagi deyman 12-niki qancha kuni yangidan xabar chiqib Kanadaniki kelgusi 3 yillik ko'chman qabul qilish siyosadagi planidagi bir qism o'sha sanksiyalarni naqash o'tirib qo'ydi. Hozir shu Kanadaniki hukumat to'rbida kirib ishlarni ko'rsatmoqchi. Sonlar qanday desanglar shu bu yil 2021-yili ko'chman qabul qiladigan soni 401 ming. Sırşıvan degan qancha bo'ldi? 401 ming. Kelar yil 2022-yili 411 ming. 2023-yili 421 ming. Shu bo'yicha hisoblaganda kelgusi 3 yilning ichida 1.300.000 odam qabul qiladi degan gap. Hamsi ko'chmanniki gapi. Endi shu ko'chmanlarniki ichidagi permanent resident bo'lgan qayliqi shu ko'chmanlarning ichida refugee yo'li orqali ko'chman qabul qilganligi soni 108 ming ekan. 108 ming refugee, ya'ni panohlanuvchi Kanadaga ko'chman bo'ladi degan gap kelgusi 3 yilning ichida 100 mingdan ortiq. Bu panohlanuvchilarning ichidagi private sponsorship deymiz, shaxslarniki nim qilib aytilgan bir nimiz bor. Jiq programmalar bor. Men ilgari so'zlagan B-War program, ya'ni 5 oila birlashib kepil bo'lib aytilgan, anondan community sponsor deydigan nimalar bor. O'shalarniki ichidan
Mesela şəxslərninkilam Kanadaga köçmən əkilişi, məsələn, ilgiri mən Facebook'larda mançı üyədə bu yerdə aşı bir nəsələn bəhərləb durdum. Yəni Suriyalik refugeelarniki özüniki tuqqanların əkilişi, degəndək yəni 5 ayıl birləşib refugee qəbul qılıb başı permanent resident, yəni köçmən buludğan. Aşındaq şəxslərninki sponsorluğudaki adam sani 67.500 gen. Uyg'urlarniki ichida o'tgan yili va bu yil mushu bir yilning ichida meniki anglag'anim bilan faqat Qozog'istondan bir oylikni shu 5 oyli birlashib sponsor bo'lib kelganmi yoki ish qilib shaxsiylarniki sponsor qilib kelishi tehi Uyg'ur jamiyatiga tehi yetib kelgani yo'q. Garchi yangi siyosatlar bor bo'lsinmi. Endi sizlarga ko'chman qabul qilishdagi bu sansiperlarni nimadan ko'rsatishdan ilgari Kanadaniki o'zidagi tehi panohlik iltimosiga tehi hech qanday bir uchur kelmagan, ya'ni sota echilmagan deymizmi? Oshlarga keladigan bir nima bor ekan. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchi. Kanada ko'chman qabul qiladigan davlat bo'lgandan keyin bir amallar qilib mishada odamlarni ib qolamiz deydiganda, ma refugee and asylum degan kirgandan keyin, immigrant kirmizmi rosa. Ko'chman qabul qiladigan siyosatning ichida odatda sirtdan ko'chman qabul qiladigan siyosatlarning turlari intayin nurg'un edi. Hozir mayli yangi bir siyosat chiqibdi. Bu siyosat qanaqa insonlar Kanadaga kelib panohlikqa iltimos qilib qo'yib, ba'zida uzun vaqtlar kelib saqlab ketgan gap-ku. Ashildaqlarga nisbatan aytgan chog'da Kanadaning ichida turib, healthcare, ya'ni sahiyya saqliq ishlari mushada xizmat qilgan tarixidan 120 soat xizmat qilgan bo'lsam, sotni saqlamay permanent resident bo'lib ketadigan o'xshaydi. Yangi siyosat chiqibdi. Oldi bilan Kanadadagi panohlikqa iltimos qilib qo'ygan, lekin tehi natijasi chiqmagan kishilarningki yangi bir yo'li permanent resident bo'lib qolgan yana bir yo'li yangi siyosat healthcare workers permanent resident pathway deydi. Bunun qanaqlay who can apply deb imqisaq shu Kanadaniki ichida qani who cannot apply degan deyman yaras. Refugee'ninki rad qilingan bo'lsa yoki bo'lsa abandon deganim deymiz. O'zligidan voz kechgan deymizmi? Masalan, o'zligidan voz kechgan degan gap masalan, sotninki vaqti qarorini vaqtida topshirib ololmay, imqisa bu o'zligidan voz kechdi deb bo'lib qog'oz berdi-chu. Shunga o'xshash u abandoned bilan refused bo'lganlar bo'lsa, ashlarmi bu COVID-19 virus mazgildagi sahiyya saqliq ishlari ustida 120 soat ishlagan bo'lsam, uni yana permanent resident qabul qilib olaverdi. Ishqilib Kanada hozir adam qabul qilamiz deb nurg'un siyosatlar chiqyapti. Ma'u siyosat Kanadaning ichidagi panohlikqa iltimos qilgan tehi natijasi chiqmaganlarniki qilgan yaxshi demizki. Endi bu xizmat nimasi bo'lmasa, shu yo'ldoshi yoki bo'lmasa ayoli shu virus sababli o'lib ketgan bo'lsa-mu, oila a'zolarini ko'chman dablam qabul qilgan ahvolim bor ekan, qani work experience qanaqa ishlar bo'lsa bo'ladi deganda nursing coordinators, supervisors, registered nurse, ishqilib shu sestralikqa oid, sestraning yordamchisi, kinishkilik practical nurse, ishqilib shu sahiyaga oid xizmat qilgan bo'lsa, hatto home support worker, masalan, qiyra odamlarniki uyiga berib nim qiladi-ku, oldin xabar oldi, qo'shni o'xshash home support worker bo'lsa-mu, yoki misol home nursing house'lar nim deymiz odatda. Sanatoriya, yashanganlar sanatoriyasi maxsus binolari, apartmentlari bor, o'shalarda ishilsa-mu, 3-oyning 13 kunini tortib 8-oyning 14 kunigacha bo'lgan shu orliqning ichida faqat at least work
120 saat, 120 saat degan. Oy, haftasiga 40 soatdan ishilsa, u bir oylam virus vayada ishilsa permanent resident bo'ldi ekan. Yani 8. ayning 31 kundan aşağı sahadan bir xizmat diplom total work experience 120 saat. 120 saat degan oy. Men esimni qilishchi the coffee shoplarda ishlagan chaqdim u haftasiga 40 soatdan ortiq ishilsa, bir oy qamaylan birdan bilan to'shilgan vaqt esa bu. Ham demakchi ish qilib Kanada ko'chman qabul qiladigan yer bo'lgandan keyin shu har xil amallar bilan hozir chet ellik ishchilar nimaga kiram viza bor bo'lsin Kanadaga kiramayotgan ahvol bor. Ana Kanadaniki ichida mana uchraydi ya. Kanadaniki ichida shu panohlik iltimos qilib qo'yibmi, sud vaqti echilmay o'zini saqlab ketgan bo'lsa, ma'vu belgilangan vaqt ichida qani qilgan xizmatlarniki ismlar ekan. Belgilangan vaqti 3-ayning 13 kuni tortib 8-aygacha, ya'ni before August 31st. 8-ayning oxirigacha ish qilib mashinachi ayniki ichida shu sahiya saqliq ishlari, healthcare sector Canadian job bo'lsa 120 soat ishlasangizlar o'tib ketadi ekansiz. Hatta refuse bo'lib ketgan bo'lsin, hatta sudda nemisi chaqiriqi rad bo'linib ketganlarmi, mush Kanadaniki mushu sohasida xizmat qilib 120 soat xizmat qilgan bo'lsa, Kanadaniki mangulik ko'chmanlik o'ltiraqlashish huquqini ala oladi ekan degan gap. Ham kimlar qabul qilinmaydi bo'lsa ineligible to be referred to Immigration and Refugee Board. Ama o degeni sizningki masalan siz berib iltimos qilasiz emasmi, ammo iltimos qilsa bo'ldi ekan degan refugee claimant degan statusni olmaganlar bo'lsa, ular qabul qilsa bo'lmaydi ekan. Anakin withdrawal or abandoned. O'zingiz voz kechsangiz yoki abandoned bo'ldi, refugee bo'lmayman bo'ldi deb nim qilganlar, ya'ni refugee status emaslar, claimant emaslar. Nim qilsa bo'lmaydi ekan. Bu siyaset orqali ko'chman bo'lsa bo'lmaydi ekan. Determined to be manifestly unfounded with no credible basis. Bu degan gap to'g'rimi? O'shani ichib birdan tushundirgan gapimda shu. Determined to execute under Article 1F Refugee Convention'inki madah bir moddalariga tushib qolsa, bular nim qilsa bo'lmaydi ekan debdi. Yang siyosatlarga chiqqanchimi? Mantiq men o'lish kunlam shu ko'rib o'ltirib uchrab qolganti. Da qarsam yangidan chiqqan ekan shu Kanadaniki ichida panohlik iltimos qilib bo'lganlar, lekin sud texi echilmaganlar. Shularga nisbatan aytgan chaqda yangi bir yo'l sudning vaqtini saqlamaylam. Ma'lum tahiyalardan xizmat diplam belgilangan vaqtning ichida xizmat vaqtini soatini tushtirsangizlar bu yerdagi bularniki ishlagan odatda oz deganda $30 bo'ldi-ku deyman soatlik ish haqi. Odatda sestralarniki maoshi yuqori. Xatirim uchunda bo'lib hozirgidek vaqtda virus mezgilda shunlashqa hozir kuchlik iliqi ishlaydigan odam lozim bo'layotgan chog'da shunlashqa har qaysi boshqa davlatlardagi shu nursing sector sahiya saqliq jihati ishlayotganlar bo'lsa, xizmat tajribasiga asosan texnik ishchiligi deb shu Kanadaniki nimasiga ko'chmanligiga tizim qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men bu ajab kichik qilib ko'rsatdimda asli. Ya'ni mandat demakchi peshidan ko'rsatay ya. ICGC.ca kirgandan keyin Kanadaniki hukumat to'r beti inglizchaga kirmiz. Inglizchaga kirgandan keyin immigrate deganni bosgandan keyin Mishadagi express entry degan ichida birmuncha yo'llar bor Kanadaga keladigan, Kanadaning sirtidagilarniki mayaga ko'chman bo'lib kelish yo'llari. Hozir men sizlarga so'zlab o'tganim
Qanaq denisima healthcare workers permanent resident degan gap mushu Kanadaning ichiga kelib bo'lgan. Hamda faqat mushu refugee claimant bo'lganlarga qarata nima qilgan nimasiga chiqqan yangi siyosat ekan. Who can apply degan qoidadan besib ko'rib baqsaq, yanimcha hammasi aniq deb beribdim. You must be a pending or failed refugee claimant living in Canada. Kanadaning ichidan refugeelikqa iltimos rad qilinganlar yoki bo'lmasa pending hozir saqlanayotganlar deymizmi? Anandan keyin cho'qim 3-oyninki 13-dan burun o'tgan yili 2020-yil 3-oyning 13-kundan burun panohlik iltimos qilgan bo'lsangiz, hozir saqlayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa rad qilingan bo'lsa degandek you must have been issued work permit after you made your refugee claim. Cho'qim sizningki work permitingiz shu refugee claim bo'lib bo'lgandan keyin iltimos qilgan bo'lsa deydi. Bu deganlik qanday deysanglar, ba'zilar xizmat visi, ba'zilar o'quvchilik visi deganlarni elib Kanadaga keldi emasmi? O'shaniki ichida u qo'lingizda work permit bor turib, anandan keyin refugeelik iltimos qilgan bo'lsangiz, uni bo'lmaydi. Cho'qim avval refugeeni iltimos qilib bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa uzartadiganlar bor-ku, ish qilib mushu 3-oyning 13-kundan keyin refugee claimant bo'lishi 3-13-kundan burun ish qilib refugee claimantningki iltimos qilib bo'lgandan keyin chiqqan xizmat ijozatnomasini qo'lingizga olgan bo'lsangiz, mushu siyosat orqali Kanadada qilib qoldi ekansiz shartlari, ya'ni work experience, Canadian health sector. Ma yaxshi yangi siyosatkan. Kanada shundoq haqlarni ep qolamiz deb har xil usullar bo'yicha hozir. Kanada shu ko'chmanlar davlati bo'lgan ekan, 97% ko'chman biz odatda Kanadada bu xizmatdoshlar yoki yandan tanishganlar yoki bir yerda yo'lda nima deymiz, o'zaro salomlashgan chog'da qanday desa, shu how are you deyishningki o'rniga where are you from originally deb so'raymiz. Asli yurting qayerdan deb so'raymiz. Shuningdek Kanadadagi discrimination eng oz boshqa Yevropaliklar va boshqa davlatlarga qaragan chog'da bunday sirtdan kelganlar yaponchilar deymizmi? Turkiyaniki bo'yicha ularni chatga qiqish Kanadada eng tuan. Nima desa bu yerdagi hammasi ko'chman bo'lgandan keyin birsi. Ananiki bu yerdagi maktablarningki o'rinlashtirishimi undaq to'plashib nima emas. Nima deymiz? Bizniki Uyg'ur jamoatining ichida Uyg'ur mahallasi qurish, bir yerda yashash deb boshlaymiz hamda o'zimizniki hozirgi yo'qolib ketish kimligini saqlashda hamda uninkimi o'rinliq taraflari bor. Lekin Kanadaga nisbatan aytgan chog'da qanday deysanglar, undaq bir mahallasi qurish, masalan, butun bir Somaliyaliklar bir yerga kelib yoki bir mahalla qurish degan bu yerda undaq emas. Odatda shu maktablarda sinflarning ichidami bolalarni o'rlashtirgan chog'da bir sinfning ichiga hamma yerdan aralash o'rlashtirdi. Shunlashqa o'quvchi bolalarmi kichkidan boshlablam o'zaro undaq terisining rangiga qarata bir-birini yaklaydigan undaq ishlar kichkidan tortib yo'q deyarli qashta cho'ng bo'lgan gap. Shunlashqa bu Kanadadami Uyg'ur mahallasi qurish, bu degandeklar ma'yinki nimasiga toza mos kelmaydi. Lekin shu o'zimiz jamoatlashib, o'zimiz ona til maktablarini qurib unda qilsa bo'ladi-yu, lekin bu masalan Turkiyada yaqin yoqi Uyg'ur mahallasi qurish degandek nimalar chiqdi. Hamda Kanadanikin so'zlayotgan ekan, Kanadanikin gap qilmanda. Kanadada discrimination'niki eng tuan bo'lishniki sharti shu kishilarni hammaga tarqoqlashtirib, aralashtirib o'ldirish. Bir sinfning ichiga kirsa, odatda kichik bolaniki bir qatman bir do'stimniki ishlaydigan yerga borgandim bola, kichik bola. Bir sinfning ichida qanchati 14 ta bola bor deyman, u boshlang'ich maktabga to'q, kindergarten deymizmi, before primary school. Bak kichik bidirim bor, terisniki ish qilib emas, aralash nim qilgan deyman. Kanada yaxshi joy. Ma'rifma yaxshi. Nimo discrimination ang tuan chat az yaxshi
Şoňlaşqa her ýyly toxtumay köçmen qabul kılady. Mana hazır bu ştabda bu virus sebäplik bir mezgil çygralanyp takyp etkenden keyin bu köçmen qabul kılış siýasatyga bu jyh täsir kıldy. Aşak bogaşka hatda Kanadanyň içinde turup panahlyk iltimas kılganlarmy ýeňi siýasat çykyp aşan bir amal kılıp ep kılışnyňki maksady muşundaq healthcare sector kadi bu. Manada ýalady işlesaňlar adatda hyzmatga düşüşnikin bir munç tertipleri boldy. Işkylyp maşyadaki baýga digendikdek şu 120 saat toşky salgan bolsa Kanadanyň içindeki panahlyk tildigan tehi soty içilmagan ýa-da refused failed refugee claim dedi. Şularyň nisbeten çykan ýeňi bir siýasatken. Kanadanyň içindeki refugee claimantlarga nisbeten aýtkanda çykan bu ýeňi siýasat dogrulyk sözlügine muşunçylyk bolsun. Hem-de başga bir närseni sözläp baksam. Assalamu alaykum, ýaxşymysyz? Uygur ID, ýaxşymysyz? Men resmi sizniňki kanalyňyza kirip bir närseni öýgünüşge başladym jum. App ýasaş degende bir närsege qarap. Ýaxşy dersleriňiz barken. Köpçilik Uygur tilideki özlügüdün kompýuter bilimlerini öýrendiganlar Uygur IT maw kanalyga kirip nurgun ýaxşy paýdaly mazmunlar barken. Meninki kanalymda hemini çykdy. Faaliýetçilik bolamdy, Kanadadaky turmuş bolamdy, Kanadadaky köçmenlik muşundaky siýasatlar bolamdy degendek. Uygur ýaxşymysyz? Assalamu alaykum, alaykum salam, ýaxşymysызlar? Bugün şu Kanadanyňky köçmenligi dogrulyk bir närseni sözläp bakaýdap çykkan. Birinci bolup sözlügünüm Kanadanyň içindeki panahlyk diligen lekin soty tehi içilmagan kişilerge nisbeten aýtgan çagdaky çykkan ýeňi siýasat dogrulyk sözlügünüm. Ämdi keyinki sözleýdiganlarym keyingi beşidin başlapmam gide ya. CICGC.C Kanadaga kilişni oýlaşýatkanlar fakat panahlyk ýoluklam esilwamay, manunda köçmen siýasatlaryga mo dikkat kılıp koýgulyk demekçidim. Men uda 2 gatym express entry'ninki kani immigration'e kirsaňlar express entry muşnunga bir arxivni açıp koyup içindeki materiallarni toşkuzgan aman en köp bolgan çagda 6 ay meniki birinci gatym kılgan wagtymda 5 aýyň içinde numryň tek toşmady dep jogap kelgen. En uzun bolgan çagda şu 6 aýgaça jogaby çykdygan express entry diýdigan bir ýol bar. Men hazır sizlerge many toxtaňlar. Kanadanyňky hökümet torbetine kirip birinci bolup kıldygan işiňlar, ma torbet kirip inglizce kirgenden keyin maýadaýlygy kaneslerge create sign account diýeni kösetkendim bu. En aldy bilen kıldygan işiňlar ma GCK account diýende bir account açsalar, şununda meýli okuwçylyk iltimas kılamsızlar, meýli hyzmat beýsig iltimas kılamsızlar, meýli nemege iltimas kılsaňlar, şu hemme işini şu özüňlarnyky şu Kanadanyň hökümet torbetiniň içinden açkan accountyňlar bilen aşy köçmenlikki bir näserge nim kılsalar diýendim. Menimle alakalaşkanlar men ilgiri pek täpsili jogap beretdim, ras gapni kılsam bagu. Keyin zerikdim. Qandaq dese köpünçü kişiler qandaq dese maslahatni soraýdy. İşini başlamaýlam toxtap kalady, ýa-ki bolsa başlap bulup toxtap kalady. Ras Kanadaga keliş nimesi barmy ýokmy dese, hemmisiniki şundaq kägisi bar. Lekin huda asmandan top kilip bir ýerden äkep gitýändiklem diýmiz. Jujem şahzym uçuşdap oturgandan keyin nimesi bolmaýdy, çokom uşa diýilgen gaplarni birden orundysa, onda peşini başlap goýup bilen oturup toxtap kalsa, aýagy çykmaýdy u. Şoňlaşqa Uygur kyryndaşymyz bolupmu
Mesela oliy maktabda o'qiyotganlar bilamdi, xizmat tajribasi borlar bilamdi, ish qilib ingliz til biladiganlar bu panohlik iltimos qilaman deb vaqtinglarni unchalik uzun zoya qilib ketishninkimi o'rni yo'q. Bo'lsa shu turayotgan davlatlarda turiblam Kanadaga mushtabda ko'chman qabul qilish bilan men boya deb o'tganimdek bu yil 2021 yil 401 ming ko'chman qabul qiladi. Kelar yili 411 ming, 2023 yili 421 ming. Kelarki 3 yilning ichida 1 million 300 mingga yaqin oshliq odamni qabul qiladi ekan. O'sha ko'chman qabul qildiganlarning ichidagi panohlik yo'li bilan keladigan 108 ming. U 108 mingning ichidagi shaxslar sponsor bo'lib kelgan shaxslar kepil bo'lib kelgan odamlarning soni 67500. O'shalarning ichidan shaxslar kepil bo'lib kelgan 67500 ning ichidan Uyg'urning soni 0. Ve ilgari tanıştırgan aşındaq şəxslər sponsor bo'lib adam ekildigan ishlar bor, shundaq deb tanıştırgan chaqda avval bir hukumat yo'li bilan ekansin, keyin shaxslar ekansin deb to'xtab qolgan ishlar bor. Shuning bilan men nim qo'lim kuchab yurayman. Bo'ldi, o'zim bilganlarimni so'zlay bo'ldi. Foydalanganlar foydalansin, foydalanmaganlar nim deyman. Qo'limdan kelishicha shunchalik men ishim qilmay bo'ldi. Bilganlarimni o'rtoqlashay deb Mundaq köçmenlik siyasetleri bor bo'ladi. Qabul qildigan köçmen soni moncha ekan deb sizlar bilan bildiganlarimni o'rtoqlashib qo'yay dedim. Kanadaga köçmen bo'lishni o'ylashayotgan qarindoshlar, navbat inglizchani yaxshi biladigan qarindoshlar, masalan so'rasanglar men yo'lni ham ko'rsatib qo'yay, shu bo'yicha qil deganni qilib mangsanglar. Necha yillar saqlab yuribsizlar-ku, mau Express Entry'den bir profilini açıp koygandan keyin 6 ay saqlasanglar 6 aygacha javobi chiqadi degan gap. Kanadada Quebec өлkəsininki ayrım, Quebec өлkəsindən başqa yerlərninki o ayrım. Şu iki tor website men faqat şu CIC Government of Canada deb o tor bet kiriblan müşədən göstərdim nəmənəsini. Quebec өлkəsininki yəni Montreal şəhəri, Quebec şəhəri, Quebec өлkəsiga köçmenninki o şərtləri texmo addiyroq bo'ladi. Nim deymiz til jihati nim qilmasimi bir berilgan nomerlar bor ekan, masalan oila jon sonini qarab nomer qo'shiladigan, masalan bizniki Uyg'ur oilalarning ichida 5-6 bolasi bor oilalar nurg'un. Kanada degan shu ko'chman qabul qilib odam yetishmaydi. Bu Kanadaliklar o'zi shu bir oilada shu bir bolani cho'ng qo'yib shulam bir oilada bir dala bola bo'lsa bu tomliq sirtdan ko'chman qabul qilgan gapda. Aşağı bo'lgandan keyin bolasi va oilalarga nisbatan aytgan chog'da har bir bolaga nisbatan o'shanga nomer qo'shilib mangdi, ota-onaninki o'qish tarixiga, undan keyin til natijasiga degandeklarga hammasiga nomer qo'shilib mangdan bo'lgandan keyin oilalarga nisbatan aytgan chog'da oila bo'yicha tang kelish bu ko'chman bo'lishga iltimos qilgan Express Entry deganninki ichidagi nomerni yuqorilatqili bo'ladi. Shunlashqa panohlikqa iltimos qilman desa shu sayohat visi, o'quvchilik visi yo boshqa nurg'un programmalar bor. Masalan, ilgari men sizlarga nim qilgan chog'da masalan xalqlarniki bolasini beqib berman deb kelgil bo'ldi. Yana bir deb hozir yana nimdi? Ba'oning o'xshash Atlantic Immigration Pilot deb bu maxsus shu maktab o'qiydigan gapkan, yana bir xil ish qilib, shunday ish qilib siyosatlar chiq, shunday qilib nurg'un boshqa yo'llar orqali kelgan bo'ladi. Shunday kelganlar qanaqa qiladi desa, shu refujiga bir iltimos qilib qo'ysangiz, Amerikadagilarni o'zinglar anglayapsizlar, necha yillar, uzun yillar saqlab ketgan shu hech qanday qilib sotninki nimasimi yo'q, shu refujilik o'tmamdi degandek faqat shu refugee claimant degan qog'ozni ilib necha yillar Kanadada eng uzunini anglashimcha shu birsiga 6 yil ketibdi ekanman. Ancha tez qilib Torontoda bir sabray. Kanadadagi Uyg'ur jamoatining ichida hammadan tilab yuradigan. Shuningki qarsam bir chaqda Facebookda bir narsani yozib qo'yibdi ekan to'q. O'ziningki shu qanday pasport elish, qanday o'tish jarayonlarini qarsam 5 yil ketdi dedimi, 6 yil ketdi dedimi, shunchalik uzun vaqt ketgani shu bir odamnikini oldim, boshqalarniki asosan 10 oyda, ko'p bo'lsa 2 yilda, bo'lmasa 1 yilda degandek shunday ketadi. Endi mau ko'chmanlikka bevosita
iltimos qilsanglar Kanadaga tushmaylam, sizlar shu green cardni bo'lgan bo'lsa, sizlar shu Kanadaga kelishdan ilgarilam sizlarga bir permanent resident bo'lgan invitation yaratadi. Ham oningki yo'lini qanday desanglar, shu Kanadaningki hukumat to'g'riga kirgandan keyin immigrate ko'chman bo'lish deganni besiblam sizlarga tanishtirdiganim express entry degandan bir profilni chiqaringlar. Shuningdan anankin to'ldiradigan 2-3 jadvali bor. Ananiki xizmat nimalari degandek ish qilib jiq dokumentlar. Get the documents unit qanday materiallar ketadi deganning ichida hammasida mushlar bor. Ama o'shanda qancha vaqt ketadi deganda men qanchada 6 oyning ichida eng ko'p bo'lganchada 6 oy javobi chiqdi deydi. Shuningdek berdigan tavsiyam kelgusi 3 yilning ichida 1.300.000 odam qabul qiladi ekan. Ko'chmanlik yo'li bo'yicha Uyg'urlar panohliq deb ham turib olmay, o'zimizniki amaliy iqtidori borlar, shundaq shu 1 million sonning ichiga shu bir oyliklar bo'lsin kirsa yaxshi. Skilled workers deb texnik ishchilarininki odatda shu Kanadaga kelish masalalari nima deymiz? Remotechilik degandek kasblar bor-ku. Shundaq masalan to'qchilik, suvchilik degandeklarniki nimalari Kanadada shunday nima qabul qilish nimasi yuqori bo'lgan demand jobs degan nima deymiz? Ehtiyoji cho'ng bo'lgan sohadagi shunday bir qism xizmatlar texnik ishchi orqali kelgil bo'ladi. Sizlarga deydigan shu ko'rsatilgan tavsiyam Kanada hukumat to'r betiga kiringlar. CICGC.ca deganga kirib, akkauntdan bir nechinglar, anandan keyin immigrate, ko'chman deganga kiringlar. Ko'chman degan kirib, express entry degan kiringlar. Balanglarniki sonlariga qarab nomerlari yo'q bo'lsa, bu til deganni kiyimga kelib o'rgansanglar bo'ldi. Agar navoda oildagi birasinglarniki bo'lsa, bir til natijasi, ya'ni 2 yilmi, 3 yilmi, o'sha yaqinqi 2 yil yoki 3 yilmi ish qilib mushning ichida hamma shartlari bor. O til natijasi bo'lsa, uning nomer qo'shildi, oila a'zo sonlariga nomer qo'shildi, o'rgangan level of education uning nomer qo'shildi. O'sha bo'lib qolsa bu Kanadaga kelmaylan permanent resident bo'lib ketgan bo'ladi. Shuningdek panoh yo'lini o'ylamay, manandek Kanadaniki ko'chman qabul qiladigan shu nurg'un yaxshi siyosatlar boshlig'iga chiqib ketgan demakchi. Asosan so'zlaydiganlar bo'shunchalik ekan. Jiq gap qilmayamsa bo'ldi, mushunchalik ham bo'lsin. Navoda ko'rayotganlarning ichida ingliz tilini yaxshi o'qib tushuna oladigan o'zim qila olaman deydiganlarniki Facebookdan bilan Messenger orqali nima qilsanglar, masalan, hozir degan yo'llar bo'yicha birdan yo'lini deb beray. Yoki masalan shu burunqi shu ko'chmanlikka qabul qiladigan shu videolarim bor, shularni ko'rish orqali masalan shu account açishninki yo'lini birdan mayan bassiz, bunda qilsiz deb men yangidan bir account ochib ko'rsatib bergan ashuna bir videolarim bor. Shularni bir ko'rib baxsanglar, ashuna qilish jarayonida o'qimagan yerlaringlar bo'lsa, har qachon shu mening bilan aloqa qilib, shu YouTube kanalimning ostiga inkas yozsanglar bo'ladi yoki Facebook Messengerda yozib qo'ysanglar, men asosan unga pek nima deymiz? Bizniki Uyg'urlarniki undaqiligi ish bajarish usulini men toza o'qib ketmadim. Masalan, email yozsam, o'tganda dedim-ku bir Uyg'urlar undaq bir ish bo'lsa, shu ish mundaq ish bo'ldi deb aniq yozmaydi. Birinchi emailni quruq bir parcha emailni yozib qo'ydi, ikkinchi unda assalomu alaykum deb qo'ydi, uchinchi emailda yaxshimisiz deb qo'ydi. Ya bir aniq bir ish yo'q. Undaq uchiradigan nurg'un bir ish bo'lsa, andan keyin deb kafaran qilganadiki, bu ingliz tilini bilaman, manda qilaman, munda yo'l ko'rsasangiz bo'ldi deydiganlar bo'lsa, videoliq
kompüteringizniki ekranini ko'rsatib turib bo'lsin, bu yen bilsang deb bir ishlarni qilib ketgili bo'ladi. Mayli natijasi chiqsindu, chiqmasindu bir tirishib baqsangiz, andan keyin bir mediyalab baqsangiz bir gap bo'ladi. Shunlashqa meniki deydigan gapim navada kerak ingliz tilini bildigan o'zim qila olmayman deydiganlar nisbatan. Bizniki Uyg'urlar ko'pinchisi, "Voy sizlar qilib bersangiz-chu" deb, "Amini bundaq qilam, haqqilam tashlab berdiganqa, shunlashqa haqqa pul berib bilan bir ish qilaychu" deydigan bundaq qo'yimchilarga pek chiqib uchrab ketadigan qarindoshlarimiz munchiq. Meniki tavsiyam shu, tilni biladiganlar, til o'rganib o'sha tilni biladiganlar o'zinglar iltimos qilinglar demoqchi. Kanadaniki kelgusi 3 yillik planning ichida 1.300.000 odamning ichidan bo'lib Turkiyadagi qarindoshlarning ichida har isl oliy maktab o'quvchilari ingliz tilini shunday yaxshi, faqat nima qilishni bilmay qilayotgan qarindoshlarimiz ko'p. Shunlashqa meniki YouTube'dagi ba'zi videolarim shunday ko'chmanlikka oid, shunday viza iltimos qilishga oid bir qism mazmunlar bor. O'tirdagi vosita shirkatlarni izlayman demay, hamma nima o'sha hukumat tor betida bor bo'lgandan keyin kirib birdan nimani so'ragan bo'lsa shuni qilib baqsangiz bo'ladi. Navoda ko'chmanlikka iltimos qilganqa, "Voy meniki xizmat tajribam yo'q ekan, voy meniki u shartim to'shmaydi ekan, bu shartim to'shmaydi ekan" desangiz, shu ilqi nimalar bor-ku, men sizlarga nima qilib qo'ygandim, saqlab qo'ygandim u ishni. Invitation letter chaqiriq qog'ozining muhimligi to'g'risida da birozniki chaqiriq qog'oziga yozasan degandek ish qilib viza iltimos qilishda diqqat qiladigan ishlarda bir videolarim bor. O'shaning hammasini o'sha videoning ostiga yozib qo'yay. Asosli deydiganim shu o'zingiz qilib beking. O'tirdagi shirkatlarga pul xashlayman demay, o'sha xashlagan pulingizni til o'rganishga sarf qilib, manlik Kanadaniki ko'chman siyosatlari chiqyotidi. O'z kunini o'zi ola oladigan, o'z ishlarini o'zi qila oladigan ashundaq nima deymiz? Kanadaga yashashga mos keladi ekan, o'zining ishini qila oladi ekan, ko'chmanlikka salohiyati to'shadi ekan deb sizning shu to'rda yo'llagan materiallaringizni qarata sizga shu nomer berib hozir 430 necha 450 u ko'chmanlikniki nomeri. Buni men maxsus ayrim bir program qilib, uni shu to'rbetini ko'rsatib, bir balsi bo'lsa, buncha nomer qo'shildi ekan, 2 balsi bo'lsa, buncha nomer qo'shildi ekan degan ularni ayrim bir program qilib, shu Express Entry'ni maxsus bir program qilay. Buguncha shunchalik so'zlay. So'zliginim kichikgina yig'incha olsam, shu birinchi bo'lib so'zliginim shu Kanadaga kelib bo'lgan, panohlikqa iltimos qilgan, lekin texi panohlik iltimosidan tex sotdan uchur kelmagan, shunday kishilarga qarata chiqqan yangi siyosat, sahiya shu COVID-19 Xitoy virusi sababli shu Xitoy virus sahiya ish qilib Kanada health sectorning ichida bir xizmat tepib, ayda 5-6 xizmatning ismini tepdi, deb yozib qo'yibdi. Shu xizmatlarning qolgan birsini tepib, ashanda 120 soatni to'shqatsangizlar, u sot ochilmay turiblar, siz Kanadaniki ko'chmanlikka qabul qilingan, siz yangi chiqqan shunday bir siyosat bor ekan. Kanadadan sirtidagilar Kanadaga kelish uchun Express Entry degan bir yo'lni qaytadan tanishtirdim. Kanadaga ko'chman qabul qilgan sonlarni bir ko'rdim. Ya'ni 2021-yil 401,000, 22-yil 411,000, 2023-yil 421,000. Her yılı 400,000'dan artıq olsa, keyingi 3 yılның içinde şu 1.300.000'ga yakın kişi, aşağınınki içinde Uygurlarınki qanchalik şu köçmen yolu bilan kelalaydigan qanchalikkin. Şonlaşqa mushundaq siyosatlar bor ekan, til bilsanglar, o'zinglar bir qo'lliq ishlanglar, bilmagan narsalar bo'lsa menday yordamda bo'lay. Shu to'rdan shu qiladigan ishlari, yo'llari degandek hozir shular to'g'riliq bir kurs so'zladim. Kanada to'rbetning ichiga kirib, hukumat to'rbetning ichiga kirib, akkauntim birinchi bo'lib qildiganshingiz. Hozir deydiganlarimmi, Kanadaga ko'chman bo'lishni o'ylagan oila bo'yicha bo'lamdi, yolg'iz o'quvchilar bo'lamdi, ish qilib til bilsangizlar, men shuni qilib boqaychi, boshlab boqaychi desangiz,
Şu Kanada hökümet tor betiga kirib, akkontum birini içip bulup, ananki men bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Ananki men qilamidim, paloyat to'xtab qoldim, keyin qanday qilman degandeklarda yo'lni ko'rsatib bersam bo'ladi. O'zingiz bir-birlab o'zingiz qila olasiz. Keyingi 3 yilniki ichida 1.300.000 odam qabul qilgan ko'chman sonining ichida bizniki Uyg'urlarmi ko'chma yo'li orqali kelsin demakchi. YouTube'ning ichiga kirib Kanadaga ko'chmanlik izlasanglar hammadan bakchiq uchraydigan Hindistonliklarniki ko'chman siyosatlarini tunishtiradigan shundaq YouTube kanallari shundaq bardi deb so'zlar ketadi. İngilizcelerim xeyli bor. Dak asonlik millatninki shundaq ko'chman siyosatlarini tunishtiradigan YouTube kanallara Pokistonlik, Hindistonlik shularniki videolari ko'proq ekan. Endi Uyg'urlarniki ichidan manondek men faqat shu mundaq yo'llar bor ekan deb ham ko'rsatib qo'ydim. Hech qaysini tuzuk bir ichiga kirib, uni qiling deb demdim. Hozircha ko'rsatganim shu akkaunt echish yo'llari, ko'chmani mundaq qildik ekanmiz. Sayohat vizasini mundaq, student viza, o'quvchi vizasi mundaq deb uzun so'zlaganim bor. O'quvchi vizasini shundaq tafsiliy 20 soatdak 25 minutma, 28 minutlikma bir video bor. Qildigan ishlarni ochib tafsiliy birdan ko'rsatgan yo'llarim bor. Unda bo'lsa bugungi videom shunchalik ekan. So'zlab bo'ldim hamsa. Salomat bo'lingizlar. Kanadaniki ichidagi panohlik iltimos qilib, texnik soti chiqmaganlar bu Kanada hukumat tor betiga kirib, yangidan chiqqan siyosatga qarab bir amal qilib, Kanadaga chiqib ko'chman qilib ep qolamiz degan yangi siyosatlar ko'p ekan. Xudo xohlasa meniki bugungi so'z aytganlarim tugadi. Xayr, xo'sh ko'pchilik. Xo'sh. Tugadi. 15. Voy, 15'ingizlar qarab o'tirsizlar-ku, tugadi desammi? Nim qilib beray. Til bildiganlar Kanada hukumat tor betidan akkontum birini ichib, men nereden boshlayman, qana qilman deganlar, men ayrim uchurim yozsanglar yo'l ko'rsatib beraman. O'sha qilib bugungi programmam tugadi.